Milliondan yangilik bo'libdi o'rtoqlar. Mana ko'rishingiz mumkin, stavkalari aylana holatda. Endilikda siz qurilishni boshlagan bo'lsangiz, yerni kavlab, ankerni qotiraman deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, endi mutlaq bunaqangi o'ylovlardan cheklanamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, X-образнida yangi bashni kranimizning oyoqchalari mana shunaqangi bo'ladi. Mana shu plashatkani yer deb o'ylasak, mana 4 ta oyoqchalar bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Mana X-образнida bo'ladi. Mana stavkalarni ko'ringlar. Parzlik bo'ladi. Stavkalari aylana holatda. Ushbu bashinni kranimiz 12 tonnalik 70 metrgacha belboqsiz turar ekan. Xo'sh, strelasining uzunligi ham 70 metr o'rtoqlar. Xo'sh, kimga shunaqangi texnikalar kerak bo'lsa, bemalol Chindan kompaniyasiga murojaat qiling. Zavod narxlarida O'zbekistonga yetkazib beramiz. Yoqqan bo'lsa bitta like. Ushbu videoni bashni kran haydaydigan akalarimizga yuborib qo'yamiz.